Assalomu alaykum. Bugun 15-oktyabrga kelgan alamina pomidorlarimizni yakuniy holati. Bir marta pastga tushirilgandi. Pastga tushirilgandan keyin ham chkankadan keyin bir partiya hosillarni olib chiroyli natijalarni ko'rsatdi. Palaklarimiz kamida 6 metrdan uzunroq bo'lgan. Alamina F1. Endi xudo xohlasa palaklarni qo'parib yer tayyorlashga o'tamiz. Yer tayyorlashda sideratlardan foydalanamiz. Xudo xohlasa mahalliy go'ng ishlatiladi. Natijalar juda ajoyib. Xudo xohlasa keyingi sezonga yerni idealni tayyorlasak, bu degani yangi yilga hosildorlikni poydevori qurildi degani. Keyingi yilni taqdiri ana shu eski palak qo'parilgandan keyin boshlanadi. Yerga qanchalik ko'p ishlov berilsa, shunchalik hosildorlik kafolatlanadi. Xudo xohlasa qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Videolarimiz davomida bizni kuzatib borishda davom eting.